Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Tolipova Malika Salohiddinova, Turizm kafedrasi katta o'qituvchisi. Bugun sizlar bilan Introduction to Tourism fanidan turizm va atrof muhit mavzusi haqida gaplashamiz va bizani quyidagi rejalarimiz bilan tanishishingiz mumkin. Ular salbiy ta'sirlar, suvni ifloslanishi, havoning ifloslanishi, shovqin ifloslanishi, vizual ifloslanish, ortiqcha to'lish va tig'izlik, yerdan foydalanish muammolari, ekologik buzilish, turizmga qarshi fobiyalar va ijobiy ta'sirlar. Turizm bu insoniyat faoliyatining eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan jamiyat taraqqiyotiga katta hissa qo'shadi. Shu bilan birga turizm atrof muhitga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Har yili millionlab sayyohlar tabiat qo'yniga, tarixiy yodgorliklarga va dam olish maskanlariga tashrif buyurishadi. Bu esa tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanish, chiqindilarning ko'payishi va ekologik muvozanatning buzilishiga olib keladi. Shunday bo'lsa-da, to'g'ri boshqarilgan turizm ekologik barqarorlikni ta'minlab, tabiiy va madaniy merosni asrashga xizmat qilishi mumkin. Quyida siz bilan turizmni atrof muhitga salbiy va ijobiy ta'sirlari haqida gaplashamiz. Salbiy ta'sirlari turizmni keskin o'sishi tabiatga sezilarli bosim o'tkazadi. O'rmonlarning kesilishi, chiqindilarning ortishi, infratuzilmani tartibsiz qurilishi, tabiiy landshaftlarni buzilishi kabi omillar ekologik muvozanatni izdan chiqaradi. Ayniqsa, ommaviy turizm tabiatning tiklanishi imkonini kamaytirishi mumkin bo'ladi. Suvning ifloslanishi haqida gapirishadigan bo'lsak, mehmonxonalar, restoranlar, sayyohlik bazalari va kemalar chiqindilarni daryolar va ko'llarga tashlashi natijasida suv resurslari ifloslanadi. Shuningdek, turistik obyektlardan suvdan haddan ortiq foydalanish suv tanqisligini keltirib chiqaradi. Ayniqsa, cho'l va yarim cho'l hududlarda bu muammo dolzarb hisoblanadi. Turizmda foydalaniladigan transport vositalari esa havo ifloslanishiga olib kelishi mumkin. Bular samolyotlar, avtobuslar va avtomobillar atmosferaga karbonat angidrid va boshqa zararli gazlarni chiqaradi. Bu global isish va iqlim o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, ko'plab turistik faoliyatlar, masalan, mototsikl sporti yoki safari turlari tabiiy havoni buzishi mumkin bo'ladi. Shovqindan ifloslanish bo'lsa, turistik hududlarda transport, tungi klublar, tadbirlar va ommaviy yig'ilishlar natijasida yuzaga keladigan shovqin mahalliy aholini osoyishtaligini buzishi mumkin. Bundan tashqari, hayvonlar yashash joylarida shovqin ularni tabiiy hayot sikliga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Vizual ifloslanish esa bu tabiiy manzaralarning estetik ko'rinishini buzuvchi holatlar majmuasi hisoblanadi. Reklamalar, tartibsiz qurilishlar, chiqindilar, mos kelmaydigan me'moriy loyihalar va noto'g'ri joylashgan infratuzilma tabiat go'zalligini yo'qotadi. Ortiqcha tig'izlik yoki bo'lmasam ko'p odamni yig'ilishi mazkur sayyohlik maskanlarida turistlar sonini keskin ortishi aynan transport, infratuzilma va tabiiy resurslarga katta yuklama keltiradi. Bu holat mahalliy aholini hayot sifatiga ham ta'sir qiladi. Ba'zan tarixiy yodgorliklarni tez buzilishiga olib keladi. Yerdan foydalanish muammolarida esa turistik infratuzilmani qurish uchun yangi yer maydonlarini o'zlashtirish, o'rmonlarni kesilishi va hayvonot dunyosini yo'qolishiga olib keladi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi, yerlar turizmga o'tkazilishi natijasida oziq-ovqat xavfsizligi ham xavf ostida qolishi mumkin bo'ladi. Ekologik buzilish haqida gaplashadigan bo'lsak, tabiiy muhitning buzilishi, chiqindilarning ko'payishi, suv va havo ifloslanishi ekologik tizimni izdan chiqarishiga olib keladi. Bu jarayonning oqibatida ayrim o'simlik va hayvon turlari butunlay yo'qolib ketadi va bu turizmga salbiy ta'sir sifatida ko'rib chiqiladi. Turizmga qarshi fobiyalar ham mavjud. Ba'zi hududlarda mahalliy aholi turizmga nisbatan salbiy munosabatda bo'la boshlashadi. Bunga ortiqcha shovqin, narxlarning oshishi, madaniy qadriyatlarni buzilishi, ko'p tig'izlik, odam ko'p bo'lgan paytlari ularga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi va natijada turizm fobiyasi, ya'ni sayyohlarga qarshi salbiy kayfiyat shakllanishi mumkin bo'ladi. To'g'ri yo'naltirilgan turizm ekologik barqarorlikni ta'minlashga yordam beradi. Ekoturizm, yashil energiya, chiqindilarni kamaytirish va resurslardan samarali foydalanish orqali turizm tabiatni muhofaza qilish vositasiga aylanishi mumkin.
Bundan tashqari, turizm aholiga yangi ish o'rinlarini yaratadi, infratuzilmani yaxshilaydi va ekologik madaniyatni oshiradi. Xulosa qilib aytganda, turizm atrof muhitga ikki yo'nalishda ta'sir ko'rsatadi. Bular ijobiy va salbiy. Agar turizm oqilona boshqarilsa, u tabiiy boyliklarni asrash, ekologik barqarorlikni ta'minlash va mahalliy aholini farovonligini oshirishga muhim omil bo'lishi mumkin. Shu sababli har bir davlat va sayyoh ekologik mas'uliyatni chuqur his etib, barqaror turizm tamoyillariga amal qilishi zarur. Faqat shundagina turizm iqtisodiy foyda bilan bir qatorda tabiatni asrab avaylaydigan kuchga aylanishi mumkin bo'ladi. Sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan mavzuyim shundan iborat edi. Hammanglarga e'tiboringiz uchun rahmat.